Assalomu alaykum oyijon. Qizim. Meni kechir. Qo'rqoq onangni kechir. Unaqa demang oyi. Mana masjidda ishlab, yashab yuribman-ku. Onalikka noloyiqman men. Nega seni erimdan qo'rqib mehribonligiga topshirdim a? Qilgan ishimdan afsusdaman qizim. Oyi, yig'lamang. Peshonamda shu kunlarni ko'rish yozilgan ekan. Seni kamsitganlar o't ichida qoldi bolam. Tushunmadim. Qaynonangning uyida yong'in sodir bo'lgan. O'zi va o'g'li yong'inda qolib ketgan. Qilmish qidirmish. Har kim qilgan ishi uchun jazosini oladi. Oyi, o'tganlarni ortidan yomonlamaylik. Meni kelajakdan umidlarim katta. O'qishimni qolgan joydan davom ettiraman. Bolamni esa mehribonlik uyidagi opalarim katta qilishga yordam berishadi. Hali ko'rasiz, mendan faxrlanib yurasiz. Senday bag'ri keng